Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun sizlar bilan men Termiz davlat pedagogika instituti o'qituvchisi Ergash va Dilnoza Mamasharipovna bo'laman. Bugun sizlar bilan men maktabgacha ta'limda o'yin texnologiyasi fanidan maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik o'yinlarni tashkil etish pedagog mahorat mavzusini ma'ruza qilmoqchiman. Bunda biz rejalarimizni tanishib olamiz. Birinchi rejamiz maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik o'yinlarni tashkil etishda pedagogning maqsad va vazifalari deb belgilab oldik. Ikkinchi rejamiz pedagogik o'yin turlari va oxirgi rejamiz pedagogik o'yinlarni tashkil etishga qo'yiladigan talablar. Avvalo biz pedagogik o'yinlarni tashkil etishga pedagog mahoratini ko'rib olishimiz kerak. Ya'ni pedagogik o'yinlar bu bolalarning bilish jarayonini faollashtiruvchi, ularning qiziqishi, fikrlashi, tafakkuri va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishga xizmat qiluvchi ta'limiy texnologiyalar hisoblanadi. O'yinlarning samarali bo'lishi ko'p jihatdan tarbiyachi yoki bo'lmasa pedagogning mahoratiga, ya'ni o'yin jarayonini puxta rejalashtirish, boshqarish va tahlil qilish ko'nikmalariga bog'liq bo'lib hisoblanadi. Avvalo biz mahorat nimaligini bilib olishimiz kerak. Mahorat bu alohida qudratdir. Mahorat bu yuqori va yuksalib boruvchi tarbiya va o'qitish san'atidan biri hisoblanadi. Pedagogik mahoratga erishish pedagogning muayyan shaxsiy sifatlari bilan amalga oshadi. Pedagogik mahoratning maqsadi pedagoglarga kasbiy ijod, mahorat malakalarini shakllantirish, pedagogik texnikani egallash to'g'risida tushunchalarni berish mumkin. Pedagogik mahorat bu tarbiyachining shunday shaxsiy va kasbiy fazilatlaridan belgilaydigan xususiyatki, u o'z fanini chuqur va atroflicha bilishda, psixologik va metodik tayyorgarlikda yoshlarni o'rgatish, tarbiyalash va rivojlantirishning optimal yo'llarini izlab topib, amaliy faoliyatda qo'llay olishini namoyon qilishdir. Pedagogik mahoratning asosiy tarkibiy qismlari quyidagilardan iborat. Pedagogik faoliyatda qobiliyatli, ijodkor, ishbilarmon, milliy madaniyat va umuminsoniy qadriyatlarni, dunyoviy bilimlarni mukammal egallagan shaxs bo'lishi kerak. Keyingisi ixtisosga doir bilimlarni, ya'ni psixologik, pedagogik bilim va mahoratni, shuningdek nazariy ilmlarni mukammal egallagan bo'lishi kerak. Uchinchisi, pedagogik kasbiy va bolalarni yaxshi ko'radigan, har bir bola ulg'ayib yaxshi inson bo'lishga chin ko'ngildan ishonadigan, ularning shaxsiy sifatida rivojlanib inson sifatida kamol topishga ko'maklashishi lozim bo'ladi. Va oxirgisi, erkin va ijodiy fikrlay oladigan, talabchan, adolatli, odobli bo'lishi darkor hisoblanadi. Pedagogik mahoratni quyidagi asosiy komponentlari, ya'ni tarkibiy qismlardan iborat bo'ladi. Bunda biz pedagogik mahorat, pedagogik muomala, pedagogik texnika, qobiliyat, madaniyat, nazokat, ijodlari bularda keng namoyon bo'lishi kerak. Pedagogik texnika o'qitish, ta'sir ko'rsatish, ta'lim, tarbiya oluvchilarga o'z his-tuyg'ularini, bilimlarini, axloqiy fazilatlarni uzatish texnologiyasida ifodalaydi. Pedagogik muomala kasbiy faolligining bir ko'rinishi bo'lib, ta'lim, tarbiyada shu jarayon ishtirokchilarining o'zaro ta'sir va hamkorligini aks ettiradi. Pedagogik ijod esa pedagogning mahorat pillapoyalaridan ko'tarilishda yaratuvchanlikni, tashabbuskorlikni, ya'ni pedagogik uddaburonlikni, tadbirkorlikni eltuvchi yo'lni, bu yo'lda qiyinchiliklardan qo'rqmasdan amalga oshirishni namoyon qilishi kerak. Pedagogik qobiliyat pedagogik jarayonda pedagogning aqliy, emotsional, irodaviy jihatlarini bir mutllikda kasb ettirishni ifodalashi kerak. Pedagogik madaniyat esa tarbiyachilik burchi, mas'uliyat, qadr-qimmati, vijdon, axloqiy e'tiqodni nazarda tutib, pedagogning talabchanligini, to'g'riligini anglatishi lozim bo'ladi. Pedagogik nazokat esa pedagogning pedagogik maqsadga muvofiq foydali, qimmatli harakatlarning o'lchovi, me'yori va ta'sir vositalarining chegarasida shakllangan bo'lishi kerak. Pedagogik o'yinni tashkil etishdagi asosiy mahorat ko'nikmalari quyidagilardan iborat. Bunda biz quyidagi slaydimizda ko'rishimiz mumkin. Bunda ko'nikma turlari, ya'ni rejalashtirish ko'nikmasi, psixologik, sezgirlik, motivatsiya, kommunikativ, didaktik vositalardan foydalanish, kuzatish va baholash. Bunda esa tavsifini ko'rib o'tishimiz mumkin. Maktabgacha ta'limda pedagogik o'yin turlari va ularga qo'yiladigan vazifalarni ko'rishimiz mumkin. Quyidagi slaydimizda o'yin turlari va pedagogning vazifalarini ko'rib turibmiz. O'yin turlarida ya'ni biz didaktik o'yin, rolli o'yinlar, muammoli o'yinlar, harakatli o'yinlar, matematik o'yinlarni ko'rishimiz mumkin. Bunda esa pedagogning
mana shu o'yinlarni olib borayotganda bir qancha oldiga vazifalarni qo'yib olib, mana shu ta'lim tarbiya berishni asosiy vazifa qilib o'ziga belgilab oladi. Bugungi ma'ruzamiz shulardan iborat. Keyingi ko'rsatuvlarimizda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling.